Salom, biz Baby Monster. Them all going shush, 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 shush. Yeah, Bizda o'tgan safar ularning madaniyatini yaxshiroq bilish uchun Indoneziyaga bordik. Bizda bugun qayerda? Yaqin Sharqda. Ha, bugun biz Yaqin Sharqda va bugun bizga topshiriq bor. Asta ushlab tura olasanmi, iltimos? Bu arab tilida eng ko'p ishlatiladigan so'zlar. Rukadan boshlaylik. Manmi? Yordam bersam maylimi? Mayli. Bitta karta tanla. Buni tanlayman. Bu juda chiroyli ko'rinadi. Shuning uchun men buni tanlamoqchi edim. Bu Lulua, marvarid degan ma'noni anglatadi. Sen juda yaxshisini tanlading. Bu taqdir bo'lishi kerak. Farida, san navbating. Men xayolimda bitta kartani tanlab qo'ygandim. Men buni xohlayman. Nimani tanlading? Bizga ham ko'rsat. Vau, bu ham juda chiroyli. Bu olga o'xshaydi ekan. Bu gul degan ma'noni anglatadi. Juda yoqimli. Zahra. 너무 예쁜데? 잘 어울려. Ashon, endi san navbating. Tanla. Akam muzlab qoldi. Yoqimtoy. 손님분이 조금 빠르게 골라보실게요. U nimani tanladi? Bu Zaynab, go'zallik degan ma'noni anglatadi. Bu ham yoqimli. Juda chiroyli. Ha, 그럼 이제 tanla. Barchasi chiroyli. 예쁘게 생겼는데. To'g'ri, hammasi chiroyli. 뭔가 딱 이거 Menga bu yoqdi. 오. Qiziq, bu nimani anglatadi? Bu nur deb talaffuz qilinadi va buni ma'nosi yorug'lik. 한국어로 빛이라는 Bu senga mos keladi. Nur, Qaysi birini tanlasam ekan? yoqqanini tanla. Man bu ikkalasidan bittasini tanlayman. Qaysi birini tanlasam ekan? Ikkalasi ham chiroyli. Xo'p, men buni tanladim. Yaxshi. Vau. Bu qamar, ya'ni bu to'liq oy degan ma'noni anglatadi. To'liq oy? Menga oy yoqadi. 그니까. Barcha so'zlar ajoyib ma'noga ega. Bularning ichidan qaysi birini tanlasam ekan? Men buni. Men buni tanlamoqchi edim. Go. Bu nada deb talaffuz qilinadi va buni ma'nosi ertalabki shudring. 이슬이란 뜻이래요, 여러분. 아침 이슬. Senga ertalabki shudring yoqadimi? Rostami? Endi Chigitani navbati. Tanla. Qaysi birini tanlashni ham bilmayman. Menimcha bu S harfiga o'xshaydi. 여기 C 같아서 이건 Bu ism Salma, ma'nosi esa tinchlik. Salma ma'nosi esa tinchlik. Tinchlik. Bu ism Chigitaga mos. Chigita har doim tinch. Ha, to'g'ri. Salma. Lulua, Zahra, Zaynab, Nur, qamar, Nada. Salma. Bularning barchasi har birimizga mos keladigan go'zal ismlar. Agar siz ta'tilga chiqsangiz, tog' va dengizdan qaysi birini tanlardingiz? Men dengizni. Ha. Men ham dengizni. Men ham dengizga. Men uchun tog'lar. Menga tog'lar juda yoqadi. Men borgan bo'lardim. Tog'ga. Men bugun tog'ga chiqmoqchi bo'ldim. Men butunlay dengizni tanlayman. Dengiz qizi. Men uchun dengiz. Dengiz qizlari. Sizlar esa tog' qizlari. Tokpok yeyotganingizda nimani isitma qilishni yoqtirasiz? Baliqli yoki guruchli? Menga guruchli. 떡. 미안해.
Man shubhasiz baliqli to'qpoq deb tanlayman. O, rostdanmi? Ha, menga baliqli yoqadi. Menga guruchli tteokbokki. Menga ham guruchli. Baliqli. Guruchli tteokbokki. Kunlar soviganda, ya'ni sovuq kunda siz nima kiyardingiz? Palto? Palto yoki yaxshi isitadigan kurtka? Ha, Bugungi kun juda sovuq. Menimcha, kurtka kiygan bo'lardim. kurtka? 패딩. Bugun men palto kiymoqchiman. 그런가? 나? Men tez ovqataman. Shuning uchun men kurtka tanlayman. Menga palto. Menga ham palto. Hozirgi kunlar sovuq, shuning uchun men kurtka kiyaman. Ekrandagi ikkita arabcha so'zlardan qaysi biri e'tiboringizni tortdi? Birinchisi qaviyat, ikkinchisi latifat. Ma'nosi esa sevimli va qiz ixtirosi. Men buni tanlayman. Qaviyat. 가비앗. Men latifatni tanlayman. Qaviyat. Latifat. Oh, latifat. Qaviyat. Qaviyat. 이게 러블리인구나. Latifat. Latifat. Rasmga tushish vaqti. 네, 다음. Yoqimtoylar. Juda chiroylisizlar. Bizni sevishganlar. Sizlar yoqimtoylar. 여기 라티 파트. Agar siz idol bo'lmaganingizda, 나는 Aktrisa yoki komediyachidan qaysi biri bo'lardingiz? 개그우먼. ha, Chikita komediyachi va kulgili qiz. Unda men albatta buni tanlayman. Komediyachini tanlayman. Bu chigitaga mos. 있는 거 아니야? Men aktrisani tanlayman. O, yaxshi. Menga nima mos keladi? Komediya. Unda men aktrisa Ha, bo'laman. to'g'ri, biz aktrisa bo'lamiz. Qilgan ishing shu bo'ldimi? Men uchun komediyachi. Komediyachi? Men nima bo'lardim? Nima deb o'ylaysan? Sen komediyachi. Komediyachi? Yaxshi. 이제 리리는 Menimcha aktrisa. To'g'ri, aktrisachi. O, aktrisa. Men komediyachi. O, albatta. Men komediyachi. Sizga ikkita variantdan qaysi soch turmagi yoqadi? Uzunmi yoki kaltami? 발라이스 조커. Menga uzun sochlar yoqadi. Uzun? Menga ham uzun sochlar. Unda men kalta sochlarni tanlayman. O, rostdanmi? Men shunchaki sinab ko'rmoqchiman. Men ham sinab ko'rmoqchiman. Menga uzun yoqadi. Uzun sochli qizlar. Menga uzun sochlar. 긴 머리. Lekin men uzun sochlarni tanlayman. Akyom ham uzun sochga o'zgartirdi. Men ham o'zgartiraman. Unda hamma uzun sochni tanladi. Uzun sochli qizlar. Uzun sochli qizlar. Xo'p, keyingisi. Menga hozir qaysi qo'shiq yoqadi? Menga Like That Baby Monster gruppasidan. 몬스터의 Like That. Nega? Chunki bu zo'r qo'shiq. Ha, to'g'ri. Iltimos ko'proq eshiting. Eshitib ko'ring. 저는 Hozir yoqadigan qo'shiq Shish qo'shig'i. Chunki Men tanlamoqchi men edim. birinchi aytdim. Chunki u o'ziga tortadi va juda quvnoq. Men esa Bera qo'shig'ini tanladim. Chunki bu qo'shiq menga juda ham yoqadi. Shuning uchun bu qo'shiqni tanladim. I can lose when I'm with you. Jesus News. Aha, yaxshi. Nimagaligini aytmading. Chunki u juda maftunkor. Menga yoqadi Flower Road gruppa Big Bad. U bugun bu qo'shiqni eshitgandi. Menga Stuck in the Middle gruppa Baby Monster. Baby Monster har doim hip hop aytishgan, lekin Stuck in the Middle balladi. O'ylaymanki, sizlar shu qo'shiqni ko'proq eshitasizlar. Menga Stuck in the middle with you. bu remix versiyasi. Yaxshi. Bu quvnoq qo'shiq. Hammangiz Baby Monster muxlisi. Telefonda o'tiraman. O'ng tarafga bor. Men 띵띵. Gujini ko'chiraman. Men ko'zimga linza kiyaman.
Budilnikni o'chirib, uxlashni davom etaman. To'g'ri, shunaqa. Men soatga qarayman. Man joyimni yig'ishtiraman. O, rostdan ham. Men esa tishlarimni yuvaman. Tishni tozala. Bu ankor arab qo'shig'idan. O'ylaymanki, sen bu qo'shiqni kuylashing kerak. Kuylashim kerak? Qanaqa qilib? Emta. Sayt qizdek. 모르겠다. Raymi davom ettiradi. Man ham yutqizdim. Man mashq qilib turaman. To'g'rimi? U buni bajardi. O, bu sovg'ami? Men ham sovg'a xohlayman. 받고 싶어. Shokolad. Men ham sovg'a xohlayman. 나도 선물 받고 싶어. Akyon san navbating. Bu juda yaxshi edi. Endi boshqa qo'shiqmi? Assa, men senga ishonaman. Shokoladni mazasi zo'r ekan, yaxshilab harakat qilinglar. Rostdanmi? 이거 봐. To'xting, yana bir marta qo'ying. To'xtinglar, assa kuyla. O, u bajardi. O to'g'ri aytdimi? To'g'ri. Rahmat. 이거 어디서 많이 들었는데? 어허. Sen menga nima demoqchisan? Chikita sabrim yetmaydi. Shu gapingni kameraga ayt. Onni, sen juda go'zalsan. Va 그리고 Ha. Bo'ldimi? Onni, sen juda yaxshisan Va va men seni yaxshi ko'raman. 우리 람 Rami Onni sahnada juda maftunkor, lekin biz bilan bo'lganda esa juda nozik. 착하고 U latofatli. Akyon hozirda har xil soch turmaklarini qilib ko'rmoqda va bu unga juda yarashadi. Uning ko'zlari katta va maftunkor. Rahmat. Arzimaydi. Asa. Man shunchaki sen bilan do'konga bormoqchiman. Uchrashuvga boramizmi? Oh, zo'r. Sen bugun juda go'zalsan har doimdek. Bizning go'zal malikamiz. Rahmat. Malika. Endi Farid Turkoga aytish kerak. Roro, men yoshqo'liga 10 yil va to'g'risini aytsam, u yagona mendan katta member. To'g'ri. 사랑해요. Endi Rukani Chikita gapirish vaqti keldi. U bizning yoqimtoy maknayimiz. Men yoqimtoy emasman. U bizning go'zal maknayimiz. U yoqimtoy emasmi? Chikita gepard yo'qchidi. Bugun vaqt juda tez o'tgan bo'lsa ham biza go'zal ko'p ishlatiladigan arabcha so'zlarni o'rgandik va birga qo'shiq eshitib, arabcha qo'shiqlarni birga kuyladik. Yoqdimi? Biz ko'p yangi arabcha so'zlarni o'rgandik. Shuning uchun bugun juda zo'r bo'ldi va menga juda yoqdi. To'g'ri. Men o'ylaymanki, arab stili menga juda yarashadi. O, arab Ha, stili juda. bu zo'r edi. Endi Idol jahon darajasi tufayli biz butun dunyodagi muxlislarimiz madaniyati bilan tanishdik. Sizni tez-tez ko'rishga umid qilamiz. 너무 좋았고요. 또 앞으로 이제 Bugungi kun yakuniga yetdi va bugungi kun bizga juda yoqdi. To'g'ri.
Endi muxlislarimiz bilan xayrlashamiz. 1, 2, 3. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Ko'rishguncha.